Assalomu alaykum dehqon akalar, fermer akalar. Mana yangilik, bomba yangilik. 22 kW glübin nasosimizga Rusoldan kirchetga tayyorladik. Rusoldan tayyorladik. Yeyilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana Rusoldan как положено qilib iyib, mana bu o'zini zavodskiysi. Shunday qo'yganingizda mana o'ziga qanday qolpoq bo'lyapti. Zavodskiy mana bunday qo'yganingizda mana dehqonchilikda yarmida kirchetkam sinib ketdi, kirchetkam yeyilib ketdi degan narsalar bo'lmaydi. Mana kirchetkam issiq, как положено tayyorladik. Mana kirchetkamiz mana baravonni ichlariga chuqurlarga so'rga quyib chiqdik. So'rga quyib shilib chiqdik. Mana qanaqa chuqur edi. Mana kimga shunaqa kerak bo'lsa, kirchetga qadar boshqa qilib sezonni yarimida. Xudo xolasa 4-5 sezonga yarab beradi. 4-5 sezonda olib beradi, xudo xolasa. Bu kirchetkalarimiz 22 kg. Любой glübinga kirchetkasimiz. Ustanovka qilib beramiz. Nomerlar qoldiramiz.